haqiqatdan ham bitta gap aytaymi? Odamga status beradigan mashina. Va Anvar boy, bekorga minib yurmaykaningizda, Taho, buni qarang. Mazda. Bu mashinani sotib olganingizdan keyin haqiqatdan o'zingizga status sotib olasiz. Chunki buni turishini qarang. Jamlama yutib o'raman deydi-yu. Agar trassalarda ham, uni shahar ichida ham yursa ham boshqa mashinalar bundan qo'rqsa kerak haybatidan. Buni qarang. Ekranga bitta like bosib qo'ying, men sizga buni qarang. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Taho. Qorasi hozirgi kunda juda ko'p xo'ja akalar mana shunaqa qorasidan, yili yangisidan, probegi kamidan qidirib yuribdi. Полный kuzov bronniy plyonka qilingan. Bronniy plyonka. Yana полный kuzov shumma izolyatsiya qilingan. Ekranga like bosib, xo'ja akalarga tashlab qo'ying. Aynan shunaqa Tahoni zo'rini qidirib yurgan do'stingizga. Bak. Nasib bo'lsa hammamizga shunaqasidan nasib qilsin. Har birimizga aka, hojatani Makkaga jo'natib o'rdingizmi? Ziyoratdan kelishiga shunaqa mashina bilan kutib oling. Zo'r bo'ladi. Shunday berasiz-ku. Vapsheda balondizga holatlarni. Zo'r boru. Lekin yiliga Mazdada mendan juda ko'pchilik so'raydi. Uka deydi 24-yil, 23-yilda ishlab chiqarilgan Taho, probegi kamidan bo'lsa aytgin deb. Bizda yo'q, e'longa qo'yamiz. Bismillah. Do'stim, niyat qilgan bo'lsangiz, aynan shunaqasi qorasidan, bahaybatidan mana bosib o'ring do'stim. Probegni ham qarang, 53 ming kilometr masofa bosib o'tgan, idealniy состояниеda, idealniy hozirgi kunda bunaqa состояние topish qiyin. Og'zacharga 5 minut qoldi. Iceberg suv. Lekin boru, men o'zimdan 5 ketdim. Mashina состояние bo'yicha chempioncha, kapitanskiy sideniya. Buni qarang, orqada monitorlar bor. Haqiqatan ham mashina. Bosib o'rish kerak do'stim, bosib o'rish kerak. Nomeri ham juda ajoyib ekan. Orqadagi nomer anaqamiz tushib ketibdi ekan. Ekranga like bosdingizmi? Niyat qilaylik har birimizga mana shunday Taholardan, zo'rlardan minish bor-ku. Qarang. Haqiqatan ham shu bironta joyga borsangiz, bu mashina bilan borsangiz, odamlar 1 kun, 2 kun bir oyga bitkazib olmaydigan ishini 15 minutda bitkazib olsangiz kerak. 15 minutda halda, voy, boyaki keldi deydi tagun. Ilovoy chiqqan iltimosingizni bittada bartaraf qilib hal bo'ladi. Narxini, pnevmo podveskasini qarang, pist etib uzib pastga tushib mashina pasayapti. Kelgan paytlari 24-yil bu. 70 ming dollar qo'yib bering dedilar xo'ja aka. Yo'q deb turib 65 ming emas. 66.500 dollarga tushirib qo'ydik. Yana savdosi bor. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza полный shuma izolyatsiya bronniy plyonka qilingan. Yana savdosi bor. Nomer telefonlar pastda bilan ekranga like bosib egalariga telefon qiling. Sog' bo'ling.